Mana bitta yana Gentra mashinamiz olib qolganmiz. Hop, yuklarimizga nima bo'lgan? Aytib o'tasizmi? Shu kanalda o'tilgan sallasikalar har doimgidek yana shu siniq holat, sinish jarayoni kelgan. Ko'rishingiz mumkin mana holatlari bu qator yuvib tozalaymiz. Patnislarni hamma oyoqlari singan. Bular singan. Narsalarni bir qator tozalab, netib, bularni almashtirib, zavod holatiga qaytarib kelamiz. Charchamanglar, ishlarimiz davom etadi mana. Mana remont ishlari tugadi, yig'ish ishlari boshlandi ustalarimiz. Ishdagi bir rahmat. Olib qolgan mana Gentra mashinamizni, yuklari chiroyli holatda remontdan chiqdi. Mana yukimiz ishlash holatlari. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Qana holatlari? Zavod holatiga qaytdi. Almashadigan sallasikalar almashdi, yuvib tozalandi. Motor detallari almashdi mana. Ko'rishingiz mumkin ishlashini mana. Zavod qanday ishlayotganimizni shu holatda ishlayapti. Mana salonimiz. Chiroyli holatda. Joylab qo'ydik. Egalari.